Domlamiz farz namozini o'qib salom berishi bilan astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh dedilar. To'g'rimi? Odatda biz o'rganganmiz, gunoh ish qilib qo'ysa astag'firulloh deydi. Lekin bu kishi savob ish qildi. Farz namozini shuncha qavmga imom bo'lib o'qidilar. Allohga eng yaqin merojda turdilar. Boshini sajdaga qo'yib, Allohning eng yaqin bandasi bo'lib turib, farzini ado etib turib, shuncha qavmga imom bo'lib turib, boshini ko'tarib salom berishi bilan 3 marta astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deyapti. Nimaga? Ana o'sha Allohga yaqin bo'lganda ham aytiladi. Allohning aytganini qilib, Allohga yaqin bo'ladigan amalga muyassar bo'lganda insonning ko'ngli bo'shashib qolishi bor. Bajarib qo'ydim-u degan holatga o'tib qolishi bor. Shundan saqlanish uchun astag'firulloh deydi.